Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga chaqaloq parvarishida nimalarga e'tibor qaratish kerak degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda kindik tushishi. Kindik qoldig'i odatda tug'ruqdan so'ng 4-5 kun ichida tushib, ba'zi vaqtlarda 8-10 kunlarga ham cho'zilishi mumkin. Agar kindik sohasida namlik bo'lsa, 70% spirt eritmasi tomizilib, sterillangan bint yordamida artiladi. Ayrim vaqtlarda chaqaloqning muntazam bezovta bo'lib, yig'lashi sababli ham kindikda shish kuzatiladi. Bordi-yu chaqaloqning kindigi qoldig'i 15 kun ichida ham ko'chib tushmasa yoki soha atrofida qizarish, yallig'lanishga o'xshash belgilar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Liqildoq masalasi. Ya'ni tug'ilgan chaqaloqning bosh aylanasi me'yorida 34-36 cm ni tashkil etib, hayotining 2-oyida 36-37 cm atrofida bo'ladi. 1 yoshga qadar esa bu ko'rsatkich 46 cm ga yetadi. Liqildoq chaqaloq boshining tepa qismidagi qotmagan soha. Miya ustidagi qalin himoya qavati bo'lib, me'yoriy holatda chillali chaqaloqlar uchun 26-28 mm, 2-oydan boshlab 22-25 mm atrofida bo'lib, 1 yoshgacha 8-10 mm gacha kichrayib boradi. Bola boshidagi liqildoq taranglashib, shishgan bo'lsa va u bezovtalansa, bosh miya bosimining oshgani taxmin qilinadi. Bu holatda albatta shifokor bilan maslahatlashish zarur. Tana vaznining o'zgarishi. Yangi tug'ilgan chaqaloq hayotining birinchi 4 kuni davomida 10% vazn yo'qotishi normal holat hisoblanib, organizmning moslashuv jarayoni hisobiga amalga oshadi. Bola hayotining 6-8 kunlariga kelib, tana vazni asta-sekin tiklab oladi. Emizish vaqti. Shifokorlar bolani har 1-1,5 soat oralig'ida emizishni tavsiya etishadi. Bu vaqt oralig'ining ona suti sifatiga ham ta'siri bo'lib, bola uchun kerakli ozuqa to'planadi. Emizishdan avval ko'krak so'rg'ichlarini tozalab, so'ngra bola og'ziga tutqazish kerak. Agar emizgandan keyin go'dak ko'krakni qo'yib yuborishni xohlamasa, tortib olmang, burnini biroz qissangiz og'zini ochadi. Ona suti sifatli bo'lishi uchun ayol taomnomasida foydali vitaminlarga boy mahsulotlar bo'lishi kerak. Bolakayni qachon cho'miltiriladi? Chaqaloq kindigi hali tushmagan bo'lsa, cho'miltirishni biroz keyinga qoldirish darkor. Bu holatda chaqaloqning badanini iliq suvga shimdirilgan nam paxta bilan tozalash kifoya. Kindigi to'liq tushgach esa 37-37,5 darajali iliq suvda cho'miltirish mumkin. Bola terisida turli toshmalar toshishining oldini olish uchun suvga moychechak damlamasdan ozroq qo'shish tavsiya etiladi. Sovuq kunlarda chaqaloqni 2-3 kunda bir marta 8-10 daqiqa davomida cho'miltiriladi. Suvli muolajalardan so'ng terisiga turli yog'lar surtmang, chunki tayyor yog'lar teriga turlicha ta'sir etishi mumkin. Chaqaloqning uyqu vaqti. Chillali chaqaloq bir kunda 5-4 martagacha uxlashi mumkin. Bu uyqu vaqtlari avvaliga uzoqroq davom etib, so'ng asta-sekin kamayib boradi. Bolaning tungi uyqusi osuda o'tishi uchun uni kechga yaqin cho'miltirish tavsiya etiladi. Bordi-yu go'dak uyqusida tartibsizlik yuzaga kelsa, kun boshidan emizish va uxlatish tartibini nazorat qiling. Bolakayning qayt qilishi nima sababdan? Bola emizib bo'lgach, uni chayqatish, qorni bilan yotqizish mumkin emas. Tik ko'targan holda biroz ushlab turing. Agar emizishdan so'ng ozroq qayt qilsa, bu xavfli emas. Bola oshqozonga ortiqcha bo'lganini shu tariqa chiqarib tashlaydi. Chaqaloqlarda hazm qilish faoliyati hali yaxshi rivojlanmagani bois, emib bo'lgach qayt qilishi mumkin. Biroq tez-tez va emizish vaqtidan tashqari ham qayt qilsa, shifokorga ko'rsating. Chaqaloq nega tez-tez aksiradi? Chaqaloqlar kuniga 3-4 martagacha aksirishi mumkin. Bu jarayon bola organizmi uchun normal holat bo'lib, ortiqcha tashvishga asos emas. Ammo aksirish burundan shilimshiq suyuqlik kelishi bilan bo'lsa, shamollash taxmin qilinib, bolalar shifokorga ko'rsatish lozim. Chaqaloqni yo'rgaklash mumkinmi? Shifokorlar chaqaloqni oyoq-qo'llarini qattiq bog'lab yo'rgaklashni tavsiya etishmaydi. Uyquga yotqizishda zichlab yo'rgaklangan bolada qon aylanishi buzilishi mumkin. Oyoqlarini zichlab yo'rgaklash tos son suyaklari rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.